Shu yaxshi mashina nasib qildi. Siz bilan birga boshlaganmiz, domina bo'lgansiz. Boshqa mashinada yurarding. Bu kimning mashinasi? Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bilasizlar, mana sentabr oxirida biz Gold Potokni yopdik. Oktyabr boshlandi va oktyabrga biz Silver Potok ochamiz. Har doimgidek guruhda 4 kishilik joy. Natijalarni bundan oldingi videolarda ko'rib qolsanglar bo'ladi. Takshda qo'shilmoqchi bo'lganlar bemalol qo'shilaveringlar. Men sizlarga yana bir nima aytmoqchiman. Bizda nasiya savdo ham bor, ya'ni muddatli to'lov asosida video olishga ham qo'yishmaydi. Eshitcha, mana shuni fonida olamiz, qara. Tipa maniki deb. Iya, Saidamir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xudoga shukr, xudoga shukr. Yana hoji aka. Tinchlikmi? U nima? Sразу olamiz ham. Qani? Bunaqa mashinada kelding? По-любому endi bitta gapirib chiqasan, qara. Ya, unaqa qo'ying. Yo'q, как раз Silver Potokda reklama qilyotgandim, qara. Mana как раз 1-oktyabrda keldim, yo'q ekansiz, o'qituvchilar kuni tabriklab. Voy, rahmat. Mana bolalar tabriklashyapti, Abdushi, rahmat jigarim. Saidamir, videolarda ko'rgansizlar, o'quvchim tort ko'tarib kelibdilar, mana shu yerga qo'yib turamiz. Undan ham qiziqroq savol bor. Sen boshqa mashinada yurarding. Bu kimning mashinasi? Ya, mayli, nasib qopti, trading orqasidan. Qisa. Yo'q, siz o'rgatgandek. Gap yo'q lekin, gap yo'q. Niyat qilib qo'yganlar bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar va o'rtoqlarga ham jo'natib qo'yinglar. Bu BMW X7 M Competition. X7 M Competition. Bu ana полный benzinli. Anaqa elektrogibridlar emas. Gap yo'q. Shu o'zimiz niyat qilgandik. Bitta aylantirib kelasan, eshitchi. Bo'ldi. Video olgandik. Как раз Silver Potok haqida gapirib o'tsang ham bo'ladi o'zingdan. Nima deysan, mana o'qiding. Как раз o'zi siz oldingizga bitta masala bo'lishi kerak. Yaxshi mashina nasib qildi. Siz bilan birga boshlaganmiz, domina bo'lgansiz. Endi shu siz odamlar bilan birga bolalar kelib, birga hammamiz qilsak-chi, bir o'tirib hammamizni 1-2 oy davomida komandaga qo'shilmoqchimisan? Конечно. Men har doim aytganman, что любой момент sen komandaga qo'shilsang. Esimda bor. O'sha gapingiz bu narsa o'zimda niyat bo'lganda, sal ko'tarilib, sizni o'sha oldingizda o'tirib hamma bolalar bilan. Qaranglar, mana o'rtoqlar, mana shunaqa holatlar ham bo'lib turar ekan. Bu Saidamir o'quvchim, Silverda o'qigansan-a? Silverda o'qiganman-da. Вот, o'rtog'im Silverda o'qigan, как раз hozir Silver haqida gapirdik. O'zlari ham kelib qoldilar, tort ko'tarib tabriklab. Mana bizani komandaga qo'shilmoqchilar, ya'ni mana shu yerda o'quvchilar bilan birgalikda o'tirib biz savdo qilamiz. No и ana bundoq qilib, peshonasiga surib qo'yadi-yu, menga ham nasib qilsin deb. O'shaqa mashinalardan haydab kelibdilar. Takshda o'rtoqlar, hamma niyat qilganlar bo'lsa, hammani kutib qolamiz. Inshaalloh biz har doim natijagacha ishlaymiz. Mana natijalar bilan birga o'quvchilarimiz kelishyapti, Allohga shukr. Takshda gazini bosinglar, raqamlarni bilasizlar. Silver Potok, go. Qolamiz.